Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Bu həftə Xitayning dövlət strategiyasiga oid arqa-arqadan e'lon qilingan bir qancha xabar Beijingning navbatdagi bexatarlik andisisining qaysi yo'lnishga qarab kengayotganligini nihoyat ro'shan namoyon qildi. 7 ayning oxirida Xi Jinping chet eldagi 60 milliondan ortiq Xitoyni va davlatga qaytgan 40 milliondan ortiq chet ellik Xitoyni Jonghua millatining ulug' gullanishi uchun safarbar qilish haqida yo'l yo'riq berdi. Bu faqat chet eldagi Xitoylarga qilingan oddiy bir chaqiriq emas. Balki Xitoyning yer shari saviyasidagi ta'sir kuchini kengaytirish, chet eldagi Xitoy jamiyatlarini davlat strategiyasining bir qismiga aylantirish va Jonghua millatining ulug' gullanishi nomidagi siyosiy nishonni amalga oshirishning yangi bosqichi deb qaralmoqda. Bu xabar e'lon qilinib uzun o'tmay, Isroiliyadagi Yerusalim pochtasi gazetida diqqat qo'zg'agan bir analiz e'lon qilindi. Maqolda İsrailiya bilan Xitoyning O'rta Sharq siyosatida o'xshamagan maydonda turishiga qaramay, hozir ikki davlatning tunji qatim bir masalada o'rtaq andishiga ega bo'lganligi, u bo'lsa-mu Turkiyaning rayondagi kuchining tez kengayishi ekanligi o'tirg'a qo'yildi. Analizda deyilishicha, İsrailiya Turkiyaning Suriya va G'azzadagi ta'sirining kuchayishidan andish qilayotgan bo'lsa, Xitoyning andisi texmi farqli bo'lib, u Suriyadagi Uyg'ur va Sharq Turkistonlik ikkinchi avlodning kimligining Turkiyaning madaniyat va ma'rif ta'siri ostida shakllanayotganligidan qo'rqadi ekan. Maqolda Xitoyning endi faqat qurolli kishilarni xavf deb qaramasdan, balki kimlik, milliy ong va tarixiy xotirani uzun muddatlik bexatarlik masalasi deb qarashga boshlaganligi ta'kidlandi. Shuning bilan bir vaqtda Pokiston bilan Xitoy Islomobodda o'tkazgan yuqori darajaliklar uchrashishida Afg'oniston zaminidagi TTP va ETMga qarshi hamkorlikni texmo kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qildi. Xitoy yana bir qatim Sharq Turkiston Islom harakati nomini rayon bexatarligidagi xavf sifatida o'tirg'a chiqarib, Afg'oniston va Pokistonga besim ishiltish siyosatini davomlashtirdi. Bu uch xabarni ayrim-ayrim o'qiganda oddiy xabarga o'xshash ko'rinishi mumkin. Ammo ularni birlashtirib qaraganda Xitoyning yangi strategiyasi barg'ansiri aniq ko'rindi. Bir tarafdan Xitoy chet eldagi Xitoylarni milliy gullanish uchun safarbar qilmoqda. Yani bir tarafdan chet eldagi Uyg'urlarning milliy kimligini va Turkiya bilan bo'lgan bog'lanishini bexatarlik tahdidi deb qaramoqda. Shuning bilan bir vaqtda Afg'oniston va Pokiston orqali Uyg'ur masalasini yana terrorlik ramkasiga qaytarishga tirishmoqda. Demak, Xitoyning nishoni faqat vatan ichidagi kontrolni kuchaytirish emas, balki chet eldagi Uyg'urlarning kimligi, tashkilotlanishi va xalqaro harakatini kontrol qiladigan yer shariviy sistema barpo qilishdir. Bu hafta biz dal mushu masalalar ustida tafsiliy to'xtalamiz. Bu hafta Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatida diqqat qilishga tegishli bir qancha cho'ng o'zgarish ko'rildi. Bu o'zgarishlarni bir-biridan ayirib qarashga bo'lmaydi. Aksicha, bularning hammasi Beijingning dunyo miqyosida yangi bir strategiya bo'yicha harakat qilayotganligini ko'rsatadi. Oldi bilan 7 ayning oxiri Beijingda chaqirilgan chet eldagi Xitoylar xizmati yig'inida Xi Jinping alohida yo'l yo'riq berib, dunyoning har qaysi joylaridagi 60 milliondan ortiq Xitoy va chet eldan qaytgan 40 milliondan ortiq Xitoyni Jonghua millatining ulug' gullanishi uchun birlikka keltirishni ta'kidladi. Xi Jinpingning so'zida diqqat qilishga tegishli ikki nuqta bor. Birinchi, chet eldagi Xitoylar faqat iqtisodiy kuch emas, balki davlat strategiyasining bir qismi deb qaralmoqda. Ikkinchi, ularning vatanning birligini qo'g'dash rolini alohida ta'kidladi. Xitoy Kompartiyasining siyosiy tilida vatanning birligi degan so'z Tayvan, Tibet, Janubiy Mong'oliya va Sharq Turkistonga munosabatli siyosatlarni ko'rsatdi. Bu chet eldagi Xitoylarni faqat iqtisodga emas, balki siyosiy va ideyaviy safarbarlikka qatnashtirishning yangi bosqichi boshlanganligini ko'rsatdi. Xitoyning bu yangi siyosati faqat Xitoy fuqarolari bilan cheklanib qolmaydi.
Yaqinqi yillarda Uyg'urlarga qarshi ilib berilayotgan davlat halqigan bostirish, tahdid, nazorat va tashviqotlarmi mushu cho'ng strategiyaning bir qismi bo'lib qoldi. Buning bilan bir vaqtda xalqaro siyosat sohasida diqqat qo'zg'agan yana bir analiz e'lon qilindi. Yerusalim pochtasi gazetida e'lon qilingan bir maqolada Isroiliya bilan Xitoyning nihoyatda oz masalada o'rtaq ko'zqarashga ega ekanligi, ammo bugungi kunda har ikki davlatni o'rtaq andishiga solgan bir kuchning Turkiya ekanligi o'tirg'a qo'yildi. Maqolda ko'rsatilishicha, Isroiliya Turkiyaning Suriya va G'azadagi ta'sirining kuchayishidan andish qilmoqda, ammo Xitoyning andishisi texmo farqli. Beyjingning qarashicha, Shimoliy Suriyada yetilayotgan ikkinchi avlod Uyg'urlarning kimligi, milliy ingi va tarixiy qarashi Xitoyning kontrolidan chiqib, Turkiyaning ta'siri ostida shakllanyapti. Maqolda deyilishicha, 2012 yildan boshlab Suriyaga ko'chib kelgan nurg'un Uyg'ur oilalarining bolalari bugun yosh o'smir yoki yoshlarga aylangan. Ularning ko'pinchisi Xitoyni azaldan ko'rib boqmagan. Ular turkcha, uyg'urcha va islomiy muhitda cho'ng bo'lyapti. Bu avlodning o'zini Xitoylik deb emas, balki Uyg'ur yoki Sharq Turkistonlik deb tunishi Beyjing uchun uzun muddatli xavf deb qaralmoqda. Xitoy uchun masala endi faqat qurolliq kuchlar emas, balki kimlik, madaniyat va Uyg'ur avlodlarining qandoq shakllanganligi bo'lib qoldi. Buningdan ko'rilishga bo'ladiki, Xitoyning Uyg'ur masalasiga bo'lgan andishisi bexatarlik doirasidan chiqib, ma'rif, madaniyat, tarix va kimlik siyosatiga kengaydi. Bu o'zgarishlar bilan bir vaqtda Xitoy yana rayondagi bexatarlik hamkorligini tezlatmoqda. 8 ayning 3 kuni Islomobodda Pokistonning Afg'oniston ishlaridagi alohida vakili bilan Xitoyning alohida vakili ko'rishib, Afg'oniston zimindagi Sharq Turkiston islom harakati va Pokiston talibanlariga qarshi hamkorlikni cho'nqurlashtirishga kelishdi. Ikki taraf bu tashkilotlarni rayon bexatarligiga xavf deb baholab, Afg'onistondan chiqadigan har qanday harakatga qarshi moslashib harakat qilganligini bildirdi. Bu yig'inning orqa ko'rinishimi diqqat qilishga arziydi. Yaqinqi oylarda Xitoy Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi ziddiyatni pasaytirish uchun bevosita vositachilik qilib, Urumchida 3 taraf suhbat o'tkazdi. Buningdagi asosli maqsad bir balvoq, bir yo'l qurilishi. Bo'libmi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining bexatarligini kafolatlantirish va Uyg'ur masalasining rayoniga kengayib ketishining oldini olish ekanligi ko'rinib turmoqda. Bu vaqalarni birlashtirib qaraganda, Xitoyning Uyg'ur masalasidagi strategiyasining uch yo'nalishda birla vaqtda kengayayotganligini ko'ra olamiz. Birinchi, ideyaviy va siyosiy safarbarlik. Ya'ni chet eldagi Xitoylarni davlat manfaati uchun texmo kuchli tashkillash. Ikkinchi, xalqaro diplomatiya va bexatarlik to'ri. Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlar bilan hamkorlashib, Uyg'urlarga munosabatli har qanday kuchni rayon ichida kontrol qilish. Uchinchi, madaniyat va kimlik siyosati. Bo'libmi Suriyadagi Uyg'ur avlodlarining kelgusi kimligini Xitoy uchun uzun muddatli bexatarlik masalasi deb qarash. Bularning hammasi shuni ko'rsatadiki, Beyjingning nishoni faqat Sharq Turkiston ichidagi Uyg'urlarni kontrol qilishla emas, balki dunyoning qaysi yerda bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'urlarning kimligi, tashkilotlanishi, xalqaro aloqasi va kelgusi avlodlargacha ta'sir ko'rsatilgan uzun muddatli strategiyani yo'lga qo'yish bo'lyapti. Mushundaq bir vaziyatda Uyg'urlar Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildigan davlatlar va tashkilotlarning oldidagi eng chong savol shuki, Xitoyning dunyoviy strategiyasiga qarshi qanday uzun muddatlik moslashgan va unumli inkas qaytarg'ili bo'ladi. Bu savollar ustida atrofli mulohaza qilish uchun Sharq Turkiston Ulusal manfaat markazi mudiriyat raisi, mustaqil siyosiy kuzatchi va tahlilchi Nijat Bey bilan ilib borgan maxsus suhbatimizni diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum Nijat Bey. Oldi bilan bu haftami sizning qimmatlik ko'z qarash fikrlaringizni radiomizning vositasi orqali keng radio anglag'uvchilarimiz bilan o'rtoqlashishga nisib qilgan Janob Allohga hamdlarimizni sunish bilan birlikda suhbatimizni boshlaymiz. Xush keldingiz Nijat Bey. Hoş bulduk. Rahmet sizlerinin bugün programıma bir teklif kabul kılmak için. Nijat Bey, sizning bu xabaringizda bor, Yerusalim pochtasining analizida Isroiliya bilan Xitoyning Turkiyaga qarta o'rtaq andisisi borligi o'tirib qo'yildi. Sizce bundaq cho'ng o'zgarishning asli sababi nimada? Elbette dünyanın
coğrafiyalik siyasi vaziyetine ait tez özgürlüğü. Bulub O'rta Şerqdə hazır bu özgürlüklərin ait tez buluqluq, hem de ona şahit buluvatımız. Türkiye'nin bu özgürlüklerden de Türkiye'nin rayonluq küçüyüvatır hem de bir yerde. Bulup Suriye'deki təsiri, siyasi, iqtisadi, askeri sahalardaki təsirinin iş berişi bu yerde birinci en aldı bilen İsrailiyeni endişigi salsa, ikinci taraftan bu Türkiye'nin o yerdeki təsirinin küçüge ergişip Suriye'de turvatkan 10-20 mingga yaqin Şərq Türkistanlıq muhacir qirindaşlarımız var. Bularga Türkiye'nin ve Suriye devletininki kılıvatkan yardımları bu yerdeki münasebetleri ve Türkiye kan bağlanış münasebetleri bu sebeplerden bu Xitay mı bu Türkiye'ninki Suriye'de işletken tesirinden bir endişe ve tehdit his kılıqlılık. Bu noktadan hem de Suriye nimi bilen İsrail'e bilen Xitay'nın ikisinin bir menfaati bir yerde kesişken yani ortak düşmanını Türkiye'de qaraydigan ve bu ikisini yakınlaştırgan bir alet şekillenip hem Suriye zamanında. Maqal diyeni Xitay əmdi qurallıq gücdən görə kimlik şəkillenişidən endiş qılınıyotqanlığı təkidləndi. Bu sizcə niməni düşündürdü? Elbette bir köreş için nurgulluğun okşumagan güç buluşu gerek. Çünkü güç bu siyasetninki haşlanılan pulu. Askeri güç, iktisadi güç, akıl gücü, bu gücü deyimiz. Bu yerde emme güç bolsun, bu güçten faydalanılan o manguzluğun adam insan gücü. Bu insan gücü emmeden mühim devletlerninki bu nesni ölçeği dereceli. Yani bir yerde bu kimlik, bir yerdeki bu kimlikninki mi bir yerdeki mühim rolninki amilni mi degan chog'da bu kurashni maddiyat bilan qilish bilan birga masalan askar qurol yarog' iqtisod degandek narsalar bilan qilish bilan birga ma'naviyatni qilish kerak. Albatta bu kimlik bir yerda bu ma'naviyat rolini o'ylaydi chunki bu kimlikninki Sharq Turkiston kimligi, bu Sharq Turkiston kimligidagi milliy va diniy kimliklar, qimmat qarashlarimiz bu kurashni yeb berish uchun bizni ruhliq va jonliq tutadigan va tez bitmez irademizde her daim tavlab turulgan baş kimlik meselesi buludu. Şuna Xitaylar bir yerde bu Suriye'nin İdlib rayonunda turuyotgan bu Uygurlardan bu yerdeki tez bitmez roydan bularniki Şarkı Türkistan kimlikini şekillendirgenlikten nayda endiş kıvalganlıkını toğru düşünüşke buldu. Çünkü Xitaylar bu yerdeki bu tespit bir iradeden korkaklık. Bu yerdeki insanların bu kimlikinden korkaklık, endiş kılıklıkçı bir yerde tilga ilip etkalı. Çünkü abay degenlik materyalistik nersi yine erkek sağlıkını şu kimlik, şu kimliknin içindeki ruhiyet, şu kimliknin içindeki dinni ve milliyemizin kıymet karışlarımız, kaderiyetlerimiz bu köreşini bizi adakçı devam kılgızıgan amıl oğaşka Xitayla bu nersin ensiregilik. Suriye'de çoğun buluvatqan Uygur evlatları Xitay'nın nima üçün bundaq çoğun endişsiz aylandı? Elbette bu Xitaylar Şarkı Türkistan'da besip algandan keyin bu xalqni assimilyatsiya qilish bo'libmi yaqinqi 10-20 yilda keyingi avlodlarni assimilyatsiya qilib eritib butunlay xitoylashtirish ya'ni Xitoy ulusininki ichiga kirgizib eritadigan bunday bir siyosatni yurgizib kelgili. Shuning bilan parallel holatda bu chet eldikimi Uyg'urlarninki kimligini saqlaydigan maktablar, masjidlar Uyg'urlarniki bu narsalarga izchil Xitoy qiziqib kelgilikda hatto nurg'un maktablarga nimalarga Xitoy o'zi bilan yaqin aloqada bo'lgan elchixonalar kirib chiqadigan ba'zi Uyg'urlarni silib bu kichik uşaq yosh o'smir bolalarimiz to'g'riliq uchrab chiqqan ishlar bor. Masalan, mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropa, Turkiyalarda bo'lsin. Endi Suriye zemindagi bu yerdagi to'plashgan Suriyadagi muhojirlar, Suriyadagi bu Uyg'urlar bu Sharq Turkiston qonuni nimasida bularning bir texmi bir o'zguchilik yeri, ortiqchilik yeri nima deganda bu yerda bir ko'plagan ko'p sondagi Uyg'urlar bo'lishdan boshqa bir Uyg'ur jamoatchiligi, Uyg'urlar to'plashib, o'rtoqlashib vatanimizda qandoq yashagan bo'lsa, shu holatdagidek an'anaviy kulturimizni, tilimizni, urf-odatlarimizni saqlab kelgilik. Bularda yaxshi saqlog'liq bir o'zgachilik va aloyidlikchu. Şuna Hmm. bilan birga bu yerda bir askeriy tuzum bilan boshqarilayotgan bir yer bu yerda. Hmm. Chunki bu yerdagi Uyg'urlar asosan askeriy bilan
qiliqliq askeriyen bilen başkurulduğan ve işip beriyatgan bir halat bolgandykin balalar an'anaviy Şərq Türkistan kültürü, Uyghur kültürü, yazık närsini eliş bilen birge bir askeri nizamning täsirige uçraydigan bir jangovarlyk ruhi bilen çoň bolgan bir farzandlar bar. Bu Hmm. noktalarni yig'inchoqlagan chog'da, ya'ni Xitoy bu ruhdan mushu o'zining qadim an'anasiga vorislik qilgan bu avlodlarning o'zini saqlab qolish bilan birga bir jangovar ruhdan yetishib chiqqandan Xitoy andisha qiladi. Chunki bu bolalar to'g'riliq Xitoyda to'liq uchur ma'lumot yo'q. Masalan, siz men vatanda besilingan shaxsiy zaminda o'qidik, nim qildik, bizning do'st birodarlarimiz, oila nimalarimiz bor masalanchu. Biz to'g'ri Xitoy belgili uchurga ega. Ega bo'lishga tirishchilik masalanchu. Bizning qanday o'ylaydiganligimiz, harakat qildiganimizni Xitoy belgilik doirada tasavvur qila oladi va bizga ma'lum darajada besim tushlarishi mumkin. Ammo bu chet elda tug'ilgan, cho'ng bo'lgan bolalarga nisbatan Xitoyda undaq bir sansifer, bularning qon tipi, ularning qiziqishi, u bu qaysi maktabda o'qigan, nima qildi degandek unda bir uchur bo'lmag'achqa bugungi kunda kurashda bu uchurlar nihoyatda muhim aslida qarasoqchi. Masalan, qaralish mexanizmiga ta'sir qiladigan, bolalarning tafakkuriga, fikriga ta'sir qiladigan Xitoyda bu yerda hozir imkoniyat yo'q. Chunki bu bolalarga Xitoy yiqilisholmag'liq. Hmm. Xitoy bu bolalarga teganmaylik. Bularning o'zining ma'rif sistemasida Xitoy bularni tarbiyalamaganlik bo'lganlikdan Xitoy endi inson tabiatida notanish bo'lgan narsadan qo'rqqandek, Xitoy bu notanish bu Sharq Turkistonlik o'smirlardan, Sharq Turkistonlik yoshlardan bir andisha. Uning ustiga abay deganimdek, yana bir musbat, yana bir Xitoyning andishlagan tarafi bu bolalar bir askeriy sistemining nimasi qurilgan bir jamoatchilik, bir Hmm. to'plangan bir Uyg'ur nimasi yashag'achqa bu bolalarning shu askeriy nimadan ilingan bir jangovar tezlikmas bir ruh bor. Hmm. Xitoy buningdan texmi bir andish qildigan nima borda bu yerda. Yani Suriye'deki ikinci evlat Uygur evlatlarının yani ideyasını kontrol kılamaganlıktan endişe Hmm. kılıvatıdı degan gapda. İdeyasini, ruhiyatini, bular to'g'ri uchurlarning kamchilligi. Hmm. Xitoy bu sababdan ham kelgusida albatta buni qilayotgan bo'lishi mumkin. O'zining jasuslarni dunyoga avatgandek yoki ba'zi Uyg'urlarga besim tushirib uchur to'plashga tirishgandek bu yerdagi Suriyadagi ikkinchi avlod bu yerda cho'ng bo'lgan yoshlar va tug'ilayotgan yosh bolalar to'g'risida yasli va maktablarga uchur ilishga bular qattiq tirishishi mumkin. Bular to'g'ri Hmm. uchurlar, ma'lumotlar, salomatliklari bu narsalarni ilishga o'zi Xitoy g'oyat zo'r mablag' sarflashi mumkin. Nicat Bey, Türkiye'nin tarih, til ve medeniyet sahasideki tesiri Xitay üçün neyim üçün adetteki diplomatiyadan mı çoğun xavf hesaplandı? Elbette bugünkü Türkçülük, kimlikki Türkçülük nimisde tarihide Türkiye bir gayet zor nait mühim rol oynaydigan merkezlerinki birisi bo'lib qoldi. Endi biz Sharq Turkistonlik Uyg'urlar, Uyg'ur Türkleri bo'lishimiz bilan Türkiye, İstanbul masalan bizningki bir milliy bir qiblimizga o'xshash bir nima bor. Chunki bizning yiltizimiz bir, qinimiz bir, asli tariximiz nurg'un nimalarda qilgan nurg'un nimalarimiz bor, nurg'un o'xshaydigan qimmat qarashlarimiz, nurg'un narsalarimiz o'xshaydi. Bu sebepten Türkiye'de turayotgan Uyg'urlarda Türk tarixiga, Sharq Turkistonniki tarixiga, Sharq Turkiston to'g'risida olgan ma'lumotlarga, u yerda yetishishiga va xalqninki va Turkiyadagi turkiy xalqlarning qo'llab-quvvatlashiga erishish fursati jiq bo'ladi. Hatto Turkiya ma'rif nimalardimi biz to'g'riliq nurg'un ishlangan materiallar, yozilgan kitoblar, ishlangan nurg'un hujjatlik nimalarni ko'rdik. Bu endi bizningki Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishiningki bir ilhom qaynog'i va suv ichadigan bir quduqimiz bo'ladi yani bu. Hmm. Başqa dövlətlərdən fərqliq nimdə? Məsələn, biz Avropada yaşayırıq, bizdən çıxsaq, anlaydığımız birinci yat dildə bizə. Amma Türkiyədə bolsaq, bizə yat dil emas, özümüzün tilinə aid yaxın olan türk dilini anlayırıq bu yerdə. Hmm. Bu yerdəki proqramlar, ular bizdən nimizni hər daim bizning kimligimizni jonlantirib turadigan, bizning tariximizni eslatadigan, bizning kurash ruhimizni jonlantirib stimulyatsiya yapib turadigan, qilib turadigan bir o'zguchilik bor. Xitoy bu sabablardan Turkiya bilan garchi munosabatini yaxshilasimi, ammo bak yuqoriga ko'tarolmaydi chunki Turkiyadan izchil bir andis va ya'ni Xitoylarning tushuncha nimasida Turkiyani Sharq Turkiston ko'rishiningki bir
qaynan büşügi dep qaraydı. Hmm. Bu sebepten Xitay Türkiye nimisinden Türkiye'nin bu yerdeki tesirinden Türkiye'nin bu Türkiye duraqan Uygurlarga bo'lgan esdaşlığı qo'llash nimisinden her daim endişe qilib kelgilik. Nijat Bey, sizning bu xabaringizda bo'lgandek, qancha kun avval Pokiston bilan Xitoy yana Sharq Turkiston islom harakatini harakatiga qarshi hamkorlik nomida yana bir yerga keldi. Pokiston bilan Xitoyning Sharq Turkiston islom harakatini yana o'tirg'i chiqarishning maqsadi nima? Bu atalg'uni qayta jonlantirish orqali qanday siyosiy nishon ko'zlanmoqda? Elbette Xitoyning nazarida bu Sharq Turkiston bo'libmi bu Afg'onistonda turayotgan qurolliq Uyg'urlarning nimasi bular eng chong tahdidninki birisi deb qaraydi. Chunki bu chegaraga bevosita yaqin bo'lganligi uchun bularning har qachon bizga qarshi turish tahdidlari bor deb qaraydi. Bu sababdan Xitoy masalan chegara yo'llarini echish bilan birga istixborot kuzatish nimalarini o'rnatdi. Uningdan boshqa chegara rayonlarga xalqqa muslim qilgan 3 tane yezini qildi masalan. Buni bir programmada degan. Endi bu Pokiston bilan bo'lgan masalasida bo'lsa, Xitoy izchil bu Afg'oniston turayotgan Uyg'urlarni o'ziga tahdid etish bilan birga buni o'zining qo'li bilan emas, balki birinchisi Afg'oniston hukumatiga besim tushirish, diplomatik va siyosiy jihatdan besim tushirish, ikkinchisi Afg'oniston hukumatiningki bu Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini cheklash yoki bo'lmasa ma'lum bir seviye, töven seviyede tutup turg'uzish uchun izchil Afg'onistonga bo'lgan mablag'ini oshiryotidi va munosabatini yaxshilayotidi. Ikkinchi nimada bu yerda Pokistonni jiq ishlatadi bu yerda. Chunki Pokistonning Afg'onistonga bo'lgan ta'siri va Pokistonning Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatida bu orqali Afg'onistonga bo'lgan besimni tushirishga tirishadi. Xitoy faqat Pokiston emas, hozir O'rta Osiyo davlatlari bu Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlaridagi bu a'zo davlatlarni birlikda qetish orqali Afg'onistonga bo'lgan besimni oshirishga tirishadi. Chunki Afg'onistonning atrofdagi O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan tijorat, iqtisod, energiya jihatlardan, nurg'un jihatlardan munosabatlar ravonlashishga boshladi. Xitoy biz tushadigan besimni tushirish orqali bu yerdagi Uyg'urlarning harakatini bo'lsa yo'qotish, ammo u yerga yetolmagan ahvolida ma'lum nimada eng tuvan saviyada bularning faoliyat doirasini cheklamaga cheklamaga ilish orqali, cheklamaga uchirish orqali bu Uyg'urlarning o'ziga keladigan tahdidni eng tuvan darajada tutib turmiz deb bunday turayotgan bo'lish ehtimolligi yuqori. Xitoy nima uchun bir tarafdan chet eldagi Xitoylarni tashkillanishga chaqirsa, yana bir tarafdan chet eldagi Uyg'urlarning tashkillanishidan andisha qiladi? Albatta bu tashkillanish, ittifoqlashish orqali bir kuchni hosil qilg'ili bo'lgan gap. Xitoy bugun dunyoning ikkinchi chong iqtisodiy kuchi bo'lish bilan birga o'zlarininki chet eldagi Xitoy fuqarolariga bunday bir imkoniyatlarni qo'llashni haqida o'zining fuqarolarini qo'llash orqali bularni chet elda aktiv bo'lishga, tashkillanishga qilyotadi. Chunki buning birinchi sababi o'ziniki ta'sir doirasini shu davlatning siyosatchilariga, shirkatlariga, iqtisodiy kuchlariga, andan keyin siyosiy kuchlarga ta'sir qilishga harakat undasa, yana bir tarafdan Tibet, Sharq Turkistonlik, Mo'g'uliston qatoridan kelgan bu tashkilotlarga, shaxslarga, faoliyatchilarga besim qilishga, bularga faoliyatlarni cheklashga, kuzatishgami ishlatayotgan ishlarni. Ammo yaqinqi necha oylarda bu ko'rinarlik bo'ldi deb, oshdi deb qarayman. Chunki Angliyada bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, masalan, bundan necha oy burun Gollandiyadan bo'ldi Abdurahim G'ani ishimizga Hmm. yoki chag'anda besib kirib nima qilganda urib chiqaryapti. Bugunmi masalan shu programma qilayotganimizda Istanbulda bir soxta tashviqot nimasi beribdiki, bunga bo'lgan 3 Hmm. dona Uyg'ur bolaga hujum qilib, ularni yaralandırgan nimasi bor ekan. Bu yerdagi algan Xitoylar burun nihoyatda qo'rqinchoq holatda yuriydi chet ellardachu. Hmm. Boshqa chet elliklar gap qilmay qochib, o'zini ep qochib yuradi. Ammo bu o'zgarishlar odamni bir o'ylantirdi. Acaba bularning orqada Xitoy davlati bularni undab, shunaqa harakat qilishga undayotgandi deydigan bir savol keladi. Hmm. Doğru. Xitoyning hamda bu qonunni chiqarish bilan hamda chet eldagi Uyg'urlarga bizga va boshqa mustaqillik harakat qilayotgan millatlarga bularning faoliyatini cheklashi, bularga tahdid deb kelishi bu kuchayishi mumkin buningdagi holat uchun. Xitoy Hmm. o'z bevosita davlat shaklida bundaq nima qilib o'ziga bundaq nimani
boshqa nimalarni hujum qilib o'ltadi, hujum qildi, unda bunda degan nomni olmay, o'zlarining fuqarolariga buni shaxsiylarning ishidek alarga kelib qo'yib, ammo o'zining andish qilayotgan bu guruhlarniki, bu millatlarning tashkillanishini cheklash, bular qo'rqoqsizlash orqali texmi aktiv bo'lishning oldini oldigan bunda bir narsalarga teximji o'tishi mumkin buning oldimizgi yillarda. Hmm. Undaq bo'lgan chaqda Turkiya, O'rta Osiyo va Yevropadagi Uyg'ur jamiyatlari shakllanayotgan bu yangi vaziyatdan qandaq foydalana oladi va qandaq buningki oldini ola oladi? Elbette bu o'zgarayotgan dunyoda tahdidlar kuchayotir, fursatlar nima qilyotidi. Dunyo siyosati nihoyatda tez o'zgaryotidi. 24 soat ichida nurg'un nimalar o'zgaradigan bo'lib ketdi. Ammo Hmm. tashkilotlar iliqi burunqi bir kirib qolgan nimadan chiqish kerak, iliq dogma bir chambarchas faoliyat nimasidan. Chunki bu yerda nima degan chog'da yangi bir dunyo bor. Oldimizda yangilikni talab qiladigan, yangi fikrlar, yangi ideyalar bilan harakat qilishimiz kerak. Masalan, oddiysi yaqinqi mushu nima qilayotgan Xitoyning tahdidlariga, masalan, tashkilotlarga berib derizlarini chekib etishi, bularning tashkilotlar nima qilgan huquqi kelgan bolalarga ziyon zahmat yetkazishi, u bu nurg'un narsalar bo'lishi mumkin. Buning masalan tashkilotlar o'tirib o'ylanadigan vaqtlar keldi. Masalan, burun yoshirinib yurib, kameralar olgan bo'lsa, yaqin kelib namoyishlarda to'sqinchilik, buzg'unchilik qilish mumkin, faoliyatlarga kirib qalayimqanchilik chiqarish mumkin. Masalan, tashkilotlar bu to'g'risida o'ylandimi masalanchu? Hmm. Buning oldini oladigan davlatning soqchi organlari, istixborot bo'limlariga bu o'zgarayotgan bu Xitoyning aktivlik nimasini o'z Xitoy nimalarining narsasini bildirish kerak. Bildirish Hmm. kerak va o'zlarining qonun orqali qo'g'dish bilan birga o'zimi tashkilotlarni o'z-o'zini qo'g'day oladigan holatga kelish kerak. Chunki chet elda masalan bundaq bir o'z-o'zini qo'g'dash nimani o'rgangili bo'ladigan fursatlar bor masalanchu. Hmm. Endi buni deb chiniqish kerak, nimaga berish kerak deb bunda pek tafsiliy aytishning hojati yo'q. Ammo boshqa millatlarga qarasak, hamma millatlar bundaq o'zining shaxsiy nimasini, or-nomusini qo'g'daydigan, o'zining sirtdan keladigan qo'g'daydigan bunday narsalar hamma millatlar ahamiyat berar ekan. Ammo Uyg'urlarda bu narsa pek tuvanki bizning tantarbiya nimalariga ahamiyat berishimiz, nima Hmm. qilishimizchu. Hem Shundoq. paralel halde yeni bir nersi var. Mesela bizim meselemiz xalqaro kun tartibini besilib qoldi. Ama bu yerda yana bir kuchlantiradigan, nim qila ishlarimizdan birisi, birga tashkiliy saviyani ko'tarishda buni oldin qatimladim dedim. Milliy kimlikni, milliy ruhni kuchaytiradigan faoliyat nimalarni qilishimiz kerak. Bu necha vaqtlarda tashkilotlar yillardan buyon faqatla naqsh usulga markazlashib kelgandi. Ben naqsh usul qilmanglar demoqchi emas. Qılalaydiganlar qılsın. Ama bunun bu senetning doirasi nihoyatda kengri masalanchu. Mesela Hmm. meşrep faaliyetimiz var diye, husnixat faaliyetlerimiz var diye vatandaşı bizniki. Shundoq. Uyg'urlarning nihoyatda chiroyli yozgan husnixatlari var, rasm nimalari var, mesela tantarbiya turlari var, chelishadigan, mesela Uyg'urlarning tantarbiya nimalarini qiladigan nurg'un faoliyatlar orqali bizning bu birga o'zimizning kimlik nimasini kuchaytirish va jangovar ro'yimizni tutib turgan nurg'un bu imkoniyatlar bor. Ammo tashkilotlar bu narsaga berish orqali bu bugun xalqninki bu jangovarlik ruhi, bu mustaqillik ko'rishdan nimamiz, ruhimiz tushib ketayotgan vaqtda, tövallab ketayotgan vaqtida mushu faoliyatlarni qilish orqali o'zimizning birga ijli inoqligimizni, birlikligimizni kuchaytirgili bo'lsa, yana bir tarafdan jangovar ruhimizni, tayyorligimizni, dushmanga bo'lgan tayyorligimizni kuchlantirib bo'ladigan narsalar bor. Buni tashkilotlar o'zlariniki nimalarida yaxshi o'ylab chiqish kerak. Uni qilolma tashkilotlar qilolmagan chog'da atrofdagi shaxslar bundaq nimalarni birlashtirib o'zimizning nemisini jonlantirgan, kuchlantirgan bu tantarbiya, san'at, ommaviy narsalarni qilish orqali nurg'un yana biz o'ylab baxmagan yaxshi natijalarga yetishgili bo'ladi masalanchu. Hmm. Ya'ni Sharq Turkiston kimligi, Sharq Turkiston mansubiyati tarbiyasini butun dunyoda keng qanot yaydirish kerak demoqchimisiz? Elbette, elbette. Hmm. Mesela tarihi kitaplarımız var. Bu mesela balalar toğruluk balalar tilida yazılgan. Mesela tarihi nimelerini işleş. Mesela hazır AI nimeleri fen texnikine ait kolay olup ketdi mesela. Hmm. Mesela Sabit Mollaminiki birinci Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyet, onun burunqi bizdinki qurgan xonadonliklarimiz to'g'riliq filmlarni, nimalarni ishlash
Unda Hmm. test olmaslık gerek çünkü kulumuzda yazılgan nurgun tarihi kitaplar var. Muşne kılıç arkalık farzandlarimizga kelgusi bu yerda yetilgan ikinci avlodlarga bir tarafdan özümüzün tarixda o'tkazgan xatoliklarimizni dars chiqarishni o'rgatsak, yana bir tarafdan tarixda bizning qandaq bir shonliq bir ulug' bir millat bo'lganligimizni berish orqali yoshlarga, avlodlarga bir umid bag'ishlashimiz kerak. Endi bu Hmm. xalqaroning cho'ng siyosatini qilolmagan taqdirdami ma'nunga bir bahane tapqılınmaydigan işler endi. Ama taşınıp kılıngan hizmetlerçi bu. Bugünkü günde Hmm. nurgun kolaylıklar, pen texnik nurgun kolaylıklarını yaratkaçka bu işlerini kılış arkalık kelgüsü de kiladigan aldığımızga fırsatlarını tutalaydigan yeni bir evlatlarını yetiştirip tayyorlab chiqishimiz kerak bu ishlarga. Rahmet sizga Necat Bey. Xitoyning kimlik va ideologiyaga qarshi ilib berayotgan bu ko'rishi amaliyotda Uyg'ur davosining qaysi nuqtaga yetib kelganligini ko'rsatadi. Mustemleki güçle tarihten bir yan besip kelgenlikin amal va bazı vaqtlarda yo'q tutish, qirib tugitib düşmanlikni bu territoriyani butunlay o'ziga qilib olishga tirishgan bo'lsa, Xitoydagi o'zgachilik nima degan chog'da Xitoy o'zigiligi ish churib, eritadigan bir alaylik va Xitoylarniki. Bu boshqa millatlarga o'xshamaydiganchu. Hmm. Hani bu yerda kimlik bu yerda nihoyatda muhim o'rinda turdi. Masalan, Xitoy 49 davlatini qurgan chog'da atrofda nurg'ulg'an 400 ga yaqin boshqa millatlar bor ekan. Bugungi kunda qarasak, Xitoydan farqli turadigan bir necha millatlar qoldi. U bo'lsa Tibetlar, Sharq Turkistonlik Uyg'urlar, andan keyin nimalar Mo'ng'ullar qolib qoldi. Çünkü bularning hammasining o'zgacha o'zligi va milliy kulturi nimasi tarixiy yiltizi ve kültürel kimligi kuchli bo'lg'achqa mansubiyatida albatta ching to'g'ashqa Xitoy bu narsada shunday jiq mablag' solgan bo'lsa-mu, bu yerda jiq g'alaba qozonolmagan edi toki 2017 bu jazo lageri kampaniya turmalarni keng ichayotgan qirg'inchilik siyosatini boshlagan qadar. Ana ma yaqinqi 10 yilda bu xil eritish, bu xil yo'qotish favqulodda tezlashib ketdi-da endi. Bu yerda vatanning nimasiga, videolarga nimasiga qarasaqmi, bu yerda imkoniyatning nihoyat oz qolganini ko'ryapmiz masalan. Shu boshqalar bilan to'ylashish, u bu narsaning nurg'un chiqib ketayotganligini ko'ramiz. Odamning ko'ngli yerim bo'ldi. Endi u Hmm. yerim bo'lgan bilan chet elda bir imkoniyatlarimiz bor masalan. Kimligimizni saqlaydigan, kuchlantiradigan, jonlantirgan, hatto buningga proyektlarni tuzib davlatning belgilik o'rinlaridan iqtisodiy yordamlarni mutaxassislarni kelib buningga yaxshi programmalarni tuzgida bo'lgan imkoniyatlarimiz bor. Bu kimlik endi qarasak Uyg'ur bilmasinmi, Uyg'ur nimasini bilmasin bo'ladi-ku, kurashni nima qilsa bo'ldi, Xitoy qarshi bir narsa qildi deymiz. Tamam, ammo bizning o'zimizning kimligini, o'zimizning mansubiyatini bu narsani yaxshi saqlayolmasak, bu kurashni epag'ilolmaydi. Çünkü bu her qanday bir kurashda, her qanday bir mustamlikaga uchragan millat bu o'z-o'zini saqlash, o'z-o'zining an'anasini, diniy, tarixiy bu narsani saqlashga nihoyat ahamiyat beraylik. Mushu kimlik orqali o'zidan faxrlanadigan, umidlanadigan va kurash qiladigan ruhni mushning bilan tutib turadigan gap. Shunga yig'inchoqlagan chog'da bu yerdagi assimilyatsiya siyosatini yurgizishi bizningki kurashimizning texmi jiddiylashayotganligi, texmi tezlashayotganligi va oldimizga uchraydigan eee, to'sqinliklarnikimi kundan kun kuchaydiganligini ko'rsatadi. Ammo bizmi buning qanday holimiz mushu deb yotmasdan o'zimizning bu kimlik, bu mansubiyatimizni kuchlantiradigan, jonlantiradigan, umid bag'ishlaydigan ish faoliyatlarni qiladigan vaqtimiz kelib qoldi buning uchun. Aslida yillardan burun boshlash kerakdi. Masalan, hozirgi Uyg'ur tashkilotlari faqatlam data anglatish, Hı, zulmni anglatish, yordam so'rash bilan cheklanib qiliqliq doğru. milliy ta'lim tarbiya ishki tashviqotlarga yetishmayotidi. Va Hı, hatto chet eldagi masalan bizmi shuning ichida medialarımızmı, tashviqot organlarimizmi faqatla xabar, xalqaro vaziyat bilanla cheklanib qiliqliq. Keng hı, doirada tashviqot xizmatlari ilib berilmayotidi. Bu to'g'riliq biz 2019 yili sizning xabaringizda bor. hı, hı. Uyg'ur radio televiziyasi nomida butun dunyoga jar silib bir Uyg'ur radio televiziyasini qurgan. Shu qurishdagi maqsadmi shu chog'dagi bizning misyonimizmi shu Uyg'ur milliy kimlik tashviqotini asosliq shu radio televiziya orqali ilib berishdi. Afsus, uni uzun muddatda davomlashtiramidik. 1-2 yil tashviqot ip bo'lgan bo'ldik. Undan keyin to'xtab qoldi. Hozirmi
ilib beryapmiz. Masalan, Radio Azad, Sharq Turkiston radiosi yana Hı. shu maqsadlarda qurildi, ammo yana shu kuchimiz yetmaslik, odam sharoitimizning yetmasligidan bundaq muhim xizmatlar e, planimizda bor, ammo joriy qildirolmayapmiz. Yani hozir sizning deyotgan gapingizni qarata, men hozirlik datda Başka. o'tgandek sizga Hayır. deyapman bu gaplarni. Amaliyotda buningga harakat qiliqliq biz qilyapmiz Hı, uzun hı, hı. yillardan buyon. Ammo kuchimiz buningga yetmayotidi. Millatimizmi buni tunib yetmayotidi bu xizmatninki muhimligini. Şuna bugungi kungacha bizningki shu siz degandek shu Sharq Turkiston kimligi, Sharq Turkiston mansubiyati ta'lim tarbiyasi hech bir zaman elib berilmadi desak bo'ladi endi. Nol qadamda turyotidi desak. Ammo Sistemin o'tganki programmamizda deb o'tgandek ma'rif sistemimizmi shu vaqtgacha masalan 20 yilning yoqi muajiratda ma'rif harakati nomida xizmatlar elib berilgan bo'lsa-mu, ma'rif sistemimizmi birinchi qadamda turyotidi. Elbette acizane demem bu neç taraflik, neç katlamlık buluş gerek. Birincisi şahsi, ailevi kığılılgan nurgun hizmetler var. Mesela Hmm. en adresi bir tamaklarımız, yemeklerimizde bunu doktor, profesör Abdülrüst Karlıq malımı sözlügen bununki Hmm. ailevideki yemek içmek dikkat kılışınki ne kadar mühimliği bu Hmm. nesne. Demişsin mesela nurgun ailelerde karşısak Nemelerге күнү Кытайча тамактанып кылып аткан, эме кылып аткан, Кытайча немелерни аталгылар иштеп аткан. Мәсәлән, нургун нәрсә var. Әксиде өзүбүздүн биз уйгурларныңки емек-ичмек немиз наайты мой, наайты бай бу нерсеге. Biz özümüzdeki Xitay'ınkinden ekleştiğin acı yok. Bunu perzentlerimizge anlatış, düşündürüş, özümüzün kültürel kıymet karaşlarımızdan dastıkanda nurgun örf adetlerimiz var. Mesela en adeti çay koyduğun nimeden tatip dikkat kıldığın bir millet mesela biz. Hmm. Bu bir baylık aslında. Mesela teşkili cemaatçilik hizmetleri olsun, ayda bir jığıldığan meşreplerimiz olsun. Bu yerlerde nurgun yaşlarımızga, özara birbirimizge ügütüdüğün, unutulgan nesne olsa, essetkili olduğun nurgun nesne oldu. Hem de onundan bir yukarı götürüp bir siyasi teşkilleş, halkaralık teşkilatlar birlikte, özara birlikte hemkarlaşıp, kığılılgan nurgun neslerimiz var mesela. Hmm. Bunu kılınış gerek. Mesela marif sistemimizde olsun, bir muqimlashgan hamma yerdeki ana til maktablari o'rtaq o'qitiladigan bir o'rtaq kelgan bir elifba kitobimiz yo'q bugungi kungacha. Shundoq. Qarasak 7-8 xil elifba kitob bor bir-birisidan Hmm. farqli. Hmm. Masalan, tarixiy to'g'riliq bolalarga yozilgan narsa yo'q. Bolalar o'qimaydi desin da bugungi kunda filmlarni ishlab chiqargan bo'ldi masalan. Onun boshqa Hmm. tantaribiya faoliyatlari, nurg'un faaliyetler var. Mesela Mişe kelgan Türkler olsun, Somaliler olsun, Taylandlılar olsun. Her yili ma'lum bir kunda bir shu millatniki ismini qo'yib paloni kuni deb nurg'un o'zlarininki nimasini tomoqlarini madaniyatini kulturlarini kiyim kechaklarini kiyishib mana shunaqa nima qilib tonish qiladi bir kunlik faoliyat buni Hmm. aytib güzel oldu aslida bizmi muajiratda nurg'un davlatlarda sonimiz xil jiq bo'lib qoldi bunday faoliyatlarga bir kun vaqtimizni chiqarib bir milliy bayram kunimizda qilsak bu yaxshi bo'ladi Hmm. ya'ni uyg'ur degan kim sharq turkistonlik degan kim qandaq bir yer, bizning tariximiz qanday nima bo'lgan, kelgusi nima bo'ldi degandek bunda bir uchrashish bizning zehnimizni, bizning kimligimizni beyitadigan, jonlantiradigan bir faoliyatlar, ish harakatlardi. Buningga xalqarodagi cho'ng nimani o'zgarishi qanday o'zgarish bo'lsin, ammo biz o'zimizning kimligini chet elda saqlayolmay qolib qolsak, bunga ahamiyat bermasak, biz bu quyunda erib ketamiz. Biz bu kurashni davom qilolmaymiz, chunki hammamiz bu kurashda belgilik yillarni o'tkazdik. Hmm. Hammamizning chochlari qamag'ildi, nimalarimiz oqarib ketdi masalanchi. Hmm. To'g'ri. Bu vaqt hech kim qarshi turolmaydigan bir nima narsachu. Hmm. Şoňaýylyky bu awlatlarny, bu ýaşlarny bu näsge ekiriş üçin, bu näsge özü ýat ýys kılmaýdygan, özü muşu kültürniň, bu kimlikniň içinde gaýnaýa alaýdygan, bu kimliginiň pährinip başgalarga sözläp bere alaydygan, muşu kimlik bilen hereket kıla alaydygan bir näse ýasap çykýşymyz gerek. Bu naýaty muhim we zörür bolgan bir hyzmatnyňki birisi. Rahmet sizge. En ahırkı bir sual Nicat Bey. Eğer Xitay Uyghur kimligidan buncha andish qilayotgan bo'lsa, undaqda bu bizga qandaq siyosiy va strategik signal berdi? Abayım degендek bu kimlik bu küreşte naite muhim rol oynaydı. Meyli siyasi, askeri cihetlerden bulsun, ruhiyet, nimimizni güçlendirilgan gep, bizni bir yerge ekiladigan gep, muşu kimlik nes qançaqda biz bir yerge kilaleymiz, özara bir-birimizge
артықшылық ve kemçiliklerimizge sabır kılgan ve birbirimizin qabul kılgan asasda birge kelgili bulduğun gibi. Ama Xitay vatanda qarsak şiddet bilen bu kimlikni yo'qotishga, burmulashga yeni bir iskop kişiliki Uyghur kimlik yakın Şarkı Türkistan kimlikini yasap çıkışga tirişyotidy qarsakçı mesela. Hmm. Mesela yakında bir video gördüm ilqim. Ballarniki harbiy lagerni içip aşağıda bir ayda Uyghur ballarını terbiyelep Uyghur ballar qarsak çırayı Uyghur ama tili bütünlüğü Xitayça küçüklik nemisçe mesela ait içinişlik bir görünüş. Hmm. Anı valla 12 yıllıkken özü Uyghur dışında millet yaşaş bütün örf adet nemleri Xitayda hareket kıldı bularçı tepekkür nurgun nesiri. Hatta Xitayla üçün can verildiğin Xitayның askerleri o küçümkün bularçı. Hmm. Hani başka bir nesle özgürlük kütüp kalmış. Ama chet eldimi biz bu düşmanımız yo'qotayotgan bu narsaga biz bo'pti bizning buluşumuz shu biz bu jamiyatga moslashishimiz kerak deb Gollandiya kimligi, Yevropa kimligi yoki bo'lmasa Amerika kimligi deb bu narsaga erib kelsak, biz bu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lamiz. Biz hech nima qilolmasakmi, o'zimizning o'zgarchiligini, bu milliy kimligimizni saqlagan asosda mushuni bo'lsinmi qilib tursak, qolgan narsalar uning ustiga qo'piriladigan gap, qurilib chiqadigan gap. Ama Hmm. bunu qilolmay qilib qo'ysak, hamda bizningki ko'rishimizda bir echinishli bir natija kelib chiqadigan gap. Nayt rahmet Nijatbek, qimmatli ko'z qarash fikrlaringizni radio anglag'uchilarimiz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun sizga ko'nglimizning eng cho'nqur yerlaridan tashakkurimizni aytamiz va vaqt munosabati bilan bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiramiz. Rahmat sizga. Men minnatdorligimni bildirmay rahmat. Bugun biz ko'rayotgan vaziyat oddiy bir siyosiy o'zgarish emas. Xitoydan iborat dunyodagi eng chong davlatlarning biri Uyg'ur masalasini yanada o'zining davlat xavfsizligi va uzun muddatlik strategiyasining muhim bir qismi deb qarab, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bilan cheklanib qolmasdan chet eldagi Uyg'urlarning kimligiga, avlodlariga, tashkilotlariga, xalqaro aloqalariga va dunyodagi Uyg'urlarning siyosiy ta'siriga qarata yangi strategiyalarni shakllantiryapti. Bugun Beyjingning ko'zi Suriyadagi Uyg'ur bolalarga, Afg'onistondagi vaziyatga, Pokiston bilan bo'lgan bexatarlik hamkorligiga, Turkiyaning ta'siriga, hatto g'arb davlatlaridagi Uyg'ur tashkilotlari va diasporalarining harakatiga yetib bormoqda. Ammo bu yerda kishini eng andishiga soladigan bir masala bor. Xitoy bu qadar uzun muddatlik va ko'p taraflamalik planlari bilan harakat qilayotgan bir paytda biz Uyg'urlar va Sharq Turkiston nomida faoliyat qilayotgan tashkilotlar bu yangi vaziyatga qarshi qanchalik tayyorlik qildik? Agar Xitoy bir necha qit'ani, bir necha davlatni va bir necha sohani birlashtirib Uyg'ur masalasiga qarshi uzun muddatlik strategiya tuzayotgan bo'lsa, bizning parcha-parcha bir-biridan ayrim o'z oldimizga harakat qilishimiz endi biz uchun yetarlikmi? Bu bizni o'ylanishga majburlaydigan jiddiy bir ogohlantirish. Bugungi vaziyatda dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur va Sharq Turkiston nomida faoliyat qilayotgan barliq tashkilotlarning bir yerga kelishi, o'zaro farq va ixtiloflarni vaqtliq bir chetga qayirib qo'yib, Xitoyning yangi dunyoviy strategiyasiga qarshi birlikda harakat elib berish kerakligi to'g'risida jiddiy o'rtaq qaror hosil qilishi zarur bo'lib qoldi. Bu yerda masala bir tashkilotning, bir shaxsning yoki bir davlatning masalasi emas. Bir millatning kelgusi, bir xalqning kimligi va bir millatning dunyodagi mavjudligi bilan munosabatlik masala. Shunga bugun bizga bayonot yetarlik emas. Yig'in va muhokama yetarlik emas. Ayrim faoliyatlar texmi yetarlik emas. Bizga o'rtaq strategiya, o'rtaq uchur siyosati, o'rtaq xalqaro diplomatiya, o'rtaq tadqiqot va hujjatlashtirish mexanizmi, o'rtaq qonun va media to'ri, eng muhimi o'rtaq harakat plani kerak. Xitoy dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni ayrim ko'rib, ularning kuchini parchalashga tirishayotgan bir paytda birlik bizning eng cho'ng kuchimiz. Xitoy Uyg'ur kimligining kelgusidan andish qilib, yangi bir avlodning kimligini shakllantirishni o'zining davlat xavfsizligi masalasi deb qaraganda, bizning Uyg'ur kimligini, tilimizni, tariximizni va madaniyatimizni qo'g'dashni faqat madaniyat masalasi emas, balki milliy mavjudlik masalasi deb qarashimiz kerak. Shunga bu programmamizning oxirida dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Uyg'ur va Sharq Turkiston tashkilotlariga, faoliyatchilarga, ziyolilarga,
tədqiqatçılarga və muhaciratdagi butkul Uyg'ur jamoatiga bir so'z bilan murojaat qilamiz. Vaqt bizni kutmaydi. Xitoy o'z strategiyasini yangilayotdi. Endi bizningmi o'z strategiyamizni yangilaydigan vaqtimiz keldi. Bölünüp hərəkət qıldığan emas, bəlkə birləşib hərəkət qıldığan. Faqat inkos qaytırılğan emas, özümüz təşəbbüs qıldığan. Faqat bugünni qutquzishni emas, avlodlarning kelgusini qo'g'dashni maqsad qildigan bir o'rtaq hərəkət sürürdür. Bu yangi vaziyat bizni tanlash oldiga qo'ydi. Ya parça-parça holda hərəkət qilib, dunyodagi kuchlarning biz bilan munosabatli qarorlarini kutib turamiz. Yoki o'z kuchimizni bir yerga jam qilib, o'z kelgusimizga munosabatli qarorlarda o'zimizning ovozini texmo kuchli anglatamiz. Bizningcha bugungi tarixiy fursatda ikkinchi yo'lni tanlashning vaqti keldi. Bu chaqiriq bir tashkilotga emas, butkul Uyg'ur xalqiga qilingan chaqiriqdir. Birlikimiz kuchimiz, kimligimiz mavjudligimiz, ovozimiz erkinligimizning kapolatidir. Sharq Turkistonning kelgusi uchun birlik kelayli. Uyg'ur kimligining kelgusi uchun bir sapda turayli. Avlodlarimiz uchun bugundan boshlab o'rtaq harakat qilayli. Birlashishning, tayyorlikning va o'rtaq harakatning vaqti keldi va kechdi. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Keyingi son xabarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr-xo'sh.